Hop, sizlar uchun akalar 5900 ga arzon yoki qimmatmi? Kommentariyada yozib olasizlar fikringlarni. Like, podpiska bosish esdan chiqmasin. 5900 ga akalar nima mashinaga solishtirishi ham hayronman to'g'risi. JMlarga solishtirmay qo'ya qolaman. W203 sotuvga olib kelibsiz. 2001-yil. Hop. Nima ishi bor aka? Birinchi bo'lib shundan kelamiz, aka. Ishlarga keladigan bo'lsa, ishi ozgina elektronikada bor. Elektronika, mayda-chuda. Bunaqa strashli ishi yo'q. Kraska asfishlik bo'lgan bitta aka. Hop. Udari yo'q. Lyuklari ham bor ekan-a? Lyuklarni ham bir ko'rsatib kerak aka. Hop. Salon holatlarini bitta ko'rasizlar. Salon holatlari ham akkuratli ekan. Bitta moyka qilib olish kerak. Ha, bitta moyka qilib olish kerak ekan har qayerda. Monitorlargacha bor ekan, aka. Qo'yilgan, o'ziniki shtatniy mikrofon emas, bu qo'yilgan. Elektronika o'ynab turadigan ishlar, elektronikadan gaz, pechkani legirovka qiladigani, beldiki, tushunarli aka. Orqa salonlarni ham bitta ko'ringlar. Motor, korobka, hadovoy, главный narsalari yaxshi holatda. Narxi ham o'shanga yarasha ekan lekin aka. Narxi 5900. 5900 ga o'tamiz 50-100 olib. Mashalloh, 5900 ga odamlar sevgan zaychik. Bu aka paytida legenda bo'lgan, orzu bo'lgan, to'g'risini aytaman. Bu mashinalar aka. Kistor chiqmasdan oldin to'ppa-to'g'ri zo'r bo'lgan. Bitta ko'ringlar o'zinglar. Yoqsa bitta like sizlardan. Nomer aka aytib 33 030 0333. Telefon qilasizlarmi? Shahboz aka Mozlari Dubai Motorsda kutib oladilar. Salomat bo'linglar, bizani kuzatishda davom eting.